Qanchada tug'ishni boshlaydi? Xudo xolasa 1 oy 15 kun. 1 oy 15 kunda tug'ishni boshlaydi. Qarang. Hammani bir yerga tortsa, narxini hamma yo'g'i kelishgan variantidan. Jonivorlar, qarang, o'ta go'zallaridan. Toza arashanda birga birini olib qo'y qilib ko'paytirib yuraman deydigan obunachilarimizga. Jonivorlar, qarang, hammasi jon aka bunga qanaqalar keldi? Tursun Po'lat bugunga qo'ydi zo'rlari kelgan. O'ta zo'rlari kelganmi? Qo'zi 2 tish 4 tishgacha kelgan. Bo'g'oz yelinlar sop qo'ygan katta hammasi. 7 bo'g'oz. Oldi zo'r. Hammasi yetik. Toza arashallardan ham bormi? Hammasidan bor. Hozir ko'rasizlar 11 ta soni obunachilarimiz bir ko'rsatasiz qo'ylarni. Boshladiga bo'lmasa. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva olam kanalimiz ashaddiy obunachilar. Hurmatli obunachilar, 2026-yil Xudo xolasa hafta kuniga payshanba, 26 fevral kuningiz hammamizga xayrli va barakali bo'lsin deb videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar va optimchilar qorasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa videoning boshidan bittadan laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Mo'ndaqa toza arashanda birga birini olib qo'y qilib yurib ko'paytiraman deydigan obunachilarimizga yetib keldim. Jonivorlar, qarang, o'sha yangi obunachimizdan arzon qilib obunachilarimizga yetkazib berib turgan o'sha Zakirjon akamiz qo'y fermalaridanmiz. Shu Zakirjon akamiz. Zakirjon aka, siz yangi partiyalar yetib keldi, Xudo xolasa. Yetik bo'g'oz? Hammasi yetik bo'g'oz. Hammasi yetik bo'g'oz variantida. Qo'zisi ham bor, 2 tishi ham bor, 4 tishi ham bor. 2 tish qo'zi, Xudo xolasa 4 tishi. Hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz variantida. Jonivorlar, qarang, o'zi tulaydigan variantida. Hammasi ayri dumba, tikka dumba. Jonivorlar, qarang. Yeb ichish hamma yog'i sinovdan o'tgan, Xudo xolasa. Son nechta? Soni 11 ta bayda. Soni 11 ta, bir qo'ra. Xudo xolasa bitta obunachimizni qo'ylaymi? Jonivorlar, qarang. Hammasi bir qo'ra, bir bunaqadan kelingan qo'ylar hammasi. Hammasi bir qo'ra variantida, jonivorlarda. Bo'ylarni nechiga beramiz bularni? Bularning bo'ylari 80 plus. 80 plusga ketaveradi. Jonivorlar, qarang, yuzi. Ularni bor, qo'zi. Jonivor, qarang, mashlari qo'zi. Qarang. Toza gisori variantidan jonivor. Qarang, ipli bo'lmayapti. Bu ham bo'g'oz Xudo xolasa. Qarang, jonivor qizg'anib ham suvaryapti o'zi. Qarang, jonivorlarda. Jonivorlar, qarang, toza arashallaridan ekan, jonivorlarda. Maşallah. Qarang, o'zi qorin tashab bilinib ham qolibdi jonivor. Qarang. Bunimiz yelindi qarang jonivor. 2 tish Xudo xolasa. 4 tish hammasiga. Jonivorlar, qarang. Ichida mo'ndaqa o'zi tulaydigan variantlardan ham bor ekan jonivorlar, qarang. Qarang, o'zi monosi tulab ham bo'pti jonivor. Qanchadan qilib beramiz? Tursun Po'lat, endi sizni obunachilaringizga yo'lida qilayting. Yo'lida qilaytaman 6,5 dan. Yo'q, 6,5 milliondan demang, Zakirjon aka. Nech puldan? Yo'lida qilib bering. Bir yerga 6 million so'mdan tortishsa, tanlab olishga telefonda kelishilaveradi. 6 milliondan hammasiga. 6 million so'mdan ketaveradi. Bor. Tanlab olishga telefonda kelishilaveradi. Jonivorlar, qarang, o'ta go'zal variantlardan. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar, obunachilar. Jonivorlar, qarang. Soni 11 ta. Xudo xolasa bugunga bir partiya-ya. Bugunga bir partiya. Jonivorlar, qarang, bittadan laykni bosib, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Soni 11 dona. Xudo xolasa qo'ylarimiz Namanganda turibdi. Tanlab olishga telefonda kelishilaveradi. Dastlabki xizmatlari bor. Toshkent Samarqandgacha dastlabkamiz bor. Samarqandgacha ketaveradi, Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Tanlab olishga telefonda kelishiladi. Xudo xolasa eng baland qancha chiqadi tanlab olishga? Uni plus 200 ming, 100 ming pilusi bor. Tanlab olishga pilusi bor. Obunachilar telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Yoshlari qo'zi 2 tish 4 tish. Xudo xolasa maq yetik bo'g'oz. 4 tish eng katta. Kattasi 4 tish Xudo xolasa. Qo'zisi ko'p. Oldi qanchada tug'ishni boshlaydi? Xudo xolasa shu 1 oy 15 kun. 1 oy 15 kunda Xudo xolasa oldi tug'ishni boshlaydi. 1 oyda tug'ib bo'ladi Xudo xolasa qo'ylar. Jonivorlar, qarang, hammasi yetik bo'g'oz. Jonivorlar, qarang. Ayol bilan billa olishga bo'lmayman, qarang. O'zi yelinlari ham yelin qo'zg'ab bilinib qolibdi jonivorlar. Qo'yni ko'ryapsiz? Qarang. O'zi tulaydigan variantidan jonivorlar, qarang. Hamma yo'g'i kelishgan variantda obunachilar telefon qilib aloqa chiqib shoshilaverasizlar. Xudo xolasa bugunga bir partiya, bir qo'ra holatda.
Xulasa qo'ylarimiz Namanganda turibdi. Bunga oxir partiyada shular. Xulasa oxirgi partiyamiz obunachilar. Videoni oxirigacha ko'rganlarimizga hammaga rahmat. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar.